O'tkir! Shu payt oldiginamdan chiqsa, yotganda yalpayib, bo'yniginang uzilsin, qo'lginam uzilib tushay dedi buni azobladan. Nimaga o'tiribsan? Imtihon tayyorgarlik ko'ryapman. Shu kitobning hurmati senga indamayman. Agar boshqa narsa qilib o'tirganingda, og'zi burningni qon qilib tashardim sen bolani. Kimdan alamim o'samagan, otang qani? Dadasi! Zeboni qizi yana ikkita bolasi bilan qaytib o'tiribdi. Yana nega pichillab gaplashyapmiz? O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. Nima? Ya quloqlaring garangmi sizlarni? O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti dedim, Ay, baqir-chaqir qilurmansa, kallang kirmayapti. Turinglar ketinglar-da, sizlarni men o'g'lim to'poy bo'lib qolmasin. Biri dilda, yurakdagi. Mol ochdan o'laydi o'tiribdi. Buni o'tirishini qara. Nima qilyapsan? Mental arifmetika o'rganyapman. O'rganyapsanmi qilib? 9 qo'shuv, hisoblab tez-tez. 46 qo'shuv, 99. Necha bo'ldi? Necha bo'lgan bilmayman. Endi o'rganyapman. Nega bunaqa qilganlarni o'rgandim-da? O'rgan. Shu ishlarni otang qilsa ham bo'lardi-ku. Dadasi! Student bolam kelsa, hammalaring kulib kutib olinglar, xo'pmi? Sizlar ham student bo'laman desanglar, qo'llaringdan kitob tushmasin. Akalaringni yo'lini bersin sizlarga. Voy, mana student bolam keldi. Voy, qarsak. Voy, aylanay. Nechi ball olding? 3. 300 deydimi? Yo, aya 3 ball. 3? Voy, sharmanda. Ana Xitoyda zilzila 8 balli bo'lyapti. Bo'yniginang uzurgur. Odamlar bir haftada 12 ball ishtirok yig'yapti. Sen nimaga ucha olasan? Bu yoqqa endi qayerga qochasan? Dadasi!